Узкий fara murdalik. Ho, yomon gapirdim. Узкий farda murdalik. To'g'ri. Sababi farasi узкийlik, Tyler Black Edition, bozikitlarda qilingan 18-yilga 10700 ga K3 restyling murdasi. Imminni shu o'zini pokoleniyalardagi restyling deb qo'yman, chunki mana bu abrsovkada Black Piano borligi va узкий far bo'lganligi uchun video juda ham asal. Laboyda jicha treshina bor ekan, mashina avtoberekada qolyapti. $10,700 ga 18-yilga restyling eng chiroyli diskas K3da, beskulchovoy, belay, jemchug, silpoy zona, elektropaket 3D polida, qora kojinli salon. Uy, kojlan holatlari yomon trezingmi jiga? Probegi qancha ekan? 142 000 probegi bilan monitor, avtomat, pech klimat kontrol ekranlik, abduf podogrev сиденья, push start, podogrev rul, drive mode, multi rul, palasudержательlarigacha 142 000 probeg. И saloni o'ta treziviy sustainada. Ishlari bir qator ko'ring. Orqa podogrev sideniyasi borligiga nechiga? Ancha-muncha K3da orqa podogrevi bo'lmaydi. Shunga ham ahamiyat berasiz. Shuncha aytdim, restyling murda bu, узкий far, imminni shunda podogrev orqa sideniyaga bo'ladi va spiralli stopda. Spiralini bitta o'qiydi. Mashina avtoberekada qoldi. $10,700 ga egasi bilan kelishtirib beramiz, kelaverasizlar aka.